Sizda ham farzandingiz har xil fast food so'raydimi? Pizza, burger, KFC. Kam xarj, oson usulda sit tayyorlaymiz. Sut, shakar, tuz, dro'ji, 4 qoshiq yog', 2 dona tuxum, bitta tuxum oqini olib qo'yamiz. Yumshoq xamir tayyorlab olamiz. 1 soatga burger nonni oshirishga olib qo'yamiz. Burger kotletiga qiyma, piyoz, non mikrobkadan o'tkazamiz. Bitta tuxum, ziravorlar. Qiymani urib pishirib olamiz. Qiymalarni shunaqa formada dumaloq qilib olamiz. Yarim soatga morozelnikka solib qo'yamiz. Xamir oshib chiqdi. Bir xilda o'rtacha zuvalachali qilib olib 5 minut oshirishga qo'yamiz. Listga terib, tuxumni oqidan surib kunjut sepamiz. KFC tayyorlaymiz. Tovuq filesini kesib olamiz. Ziravorlar va 1 piyola suv solamiz. Suvni ajratib olamiz. Unga ham ziravorlar solib, unga ziravorli suvga 3 marta takrorlaysiz. Issiq yog'da qovurib olamiz. Lavashdan pizza tayyorlaymiz. Skоворodkaga lavash, sous, sir. Yana takrorlaymiz. Sirni ustidan kolbasa terib chiqamiz. Og'zini yopib qo'ysak 5 minutda tayyor bo'ladi. Burger nonchalarimiz pishib chiqdi. Xolodilnikdan olib kotletlarni pishiramiz. Burger nonni tosterga qo'yib olamiz. Sous, kotlet, pomidor xohishga qarab terib chiqamiz. Farzandingiz qaysi fast foodni yaxshi ko'radi?